Assalamu alaykum YouTube kanalını ko'ruvchilar. Menga mana yerga ekkan bugünvilik gullaringizni apa video qancha debsizlar. Mana yerga ekkan gullarim turibdi mana. Teglaridan mayda o'chib kelyapti. Endi bularni chapamiz maydalab. Hammasi mana yangi shoxlari chiqib, g'unchalab, bari mana ochilishda. Mana uchigacha mana ochilib, betlari ham to'kilgan edi, ochilganlari qaytaratdi mana g'uncha bari mana. Açılıb yatibdi güllər mənə. Yaxtamalları ham mənə bəri g'uncha mənə. Mana g'unchalab yatibdi bəri. Yerdə judayam yaxshi. Endi kuzning kuni apa olsa hamma o'lib qoladi deyapti, u bu deydi. Endi kuzning kuni men sizlarga olib ham video obzor qilib ko'rsatib beraman. Gullarim mana juda yaxshi. Har biridan mana har bir bo'g'imidan yangi gul uje mana g'unchalari bari mana. G'unchalab kelyapti bari. Mana kechagimda men suv qo'yib 4 kun oldingi nimasi buni. Mana birimiz ekan mana bular ham ochilib kelyapti. Mana katta bo'lib hammasi ochilib yotibdi. Mana shular g'unchalab turgan edi, mana uje 4 kundagi raznicasi mana ko'ringlar. Bular endi mana barik chiqyapti, yangi navda degan edim 4 kun burun, mana 4 kun keyingisi mana uje polni mana g'unchalab ochilishga ketdi. Bular bo'lsa açılıb yatibdi mana uchigacha. Buları mana bari qiyg'as gullab turibdi. Mana birlari ham mana g'unchaga kelyapti mana mashullar. Mana 4 kun oldin g'uncha edi ko'rsatganimda, mana manaqa g'uncha edi. Uje mana ochilib yatibdi, ko'rib turibsizlar bari. Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.